Meksikada Batman paydo bo'ldi. U o'g'rilarni ustunga bog'lab ketmoqda. Meksikaning Jalisco shtatida politsiya ijtimoiy tarmoqlarda meksikalik Batman deb nomlangan noma'lum shaxsni qidirmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, niqobli shaxs mototsikl o'g'riligida gumon qilinayotganlarni kuzatib borib, ularni kaltaklamoqda va skotch bilan ko'cha ustunlariga bog'lab ketmoqda. Andijonda 2 kishi Malibu urib yuborishi oqibatida vafot etdi. Andijon shahri Yangi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida 1997-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Malibu 2 avtomobili tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida yo'lni kesib o'tayotgan 3 nafar piyodani urib yubordi. Avariya oqibatida piyodalar tan jarohati bilan shifoxonaga yetkazilgan, biroq ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay ularning 2 nafari vafot etdi. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Hindiston sharqida yuz bergan suv toshqinlari oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Kuchli yog'ingarchiliklar Hindistonning Assam va Arunachal Pradesh shtatlarida suv toshqinlari hamda vulkan vayronagarchiliklarni keltirib chiqardi. Surxondaryoda erkak geroin sotayotganida ushlandi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1987-yilda tug'ilgan shaxs 2 gram geroinni 300 ming so'm evaziga sotayotgan vaqtida qo'lga olindi. Tekshiruv davomida uning ustidagi kiyimidan ichida dimidrol suyuqligida eritilgan geroin bo'lgan shpris ham topilib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi ma'lum qilindi. Kunning qiziqarli va dolzarb mavzulari Qora xabarning ijtimoiy tarmoqlarida obuna bo'ling.